قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي. Assalamu alaykum savoqdoshlar. Hozir biz 25-darsni o'qiymiz. Endi bugungi darsimizda sizlarga asosli o'rgatmoqchi bo'lgan mazmun birinchidan af'alun naqisa. Af'alun naqisa degan nima degan gap deganda buning tarjimasi kamtuk fe'llar degan gap. Endi bu kamtuk fe'llar degan qanday fe'l deganda odatda fe'l o'zining ma'nosini to'liq ifodalashda normal holatda fa'ilga ehtiyojliq bo'ladi. Fa'ilga. Masalan, zahaba desek badi. Amma kimning bağlılığını emas. Zahaba Muhammedun desek Muhammed badi. Bu yerda bir foydali cümle tuzaldi. Fe'l va fa'ildan tarkib topgan. Endi ba'zi bir fe'llar va bu fe'llar o'zining ma'nosini to'liq ifodalashda bir ismliq jumlaga ehtiyojliq bo'lib qoladi. Mana bu fe'llarni biz af'alun naqisa deb ataymiz. Kamtuk fe'llar. Chunki bu fe'llar o'zining ma'nosini to'liq ifodalashda bir jumla ismiya, ya'ni ismliq jumla, ism bilan boshlangan jumlaga ehtiyojliq bo'lganligi uchun. Endi bu af'alun naqisalar qaysi deganda biz bu af'alun naqisadan bugun faqat ikkini o'rganamiz. Bugungi darsimizga munosabatli ikkini. Bu qaysi deganda kana va la yazalu. Kana bo'ldi, idi degan ma'nosi bor. La yazalu hali ham hamisha bo'ldi degan ma'nosi bor. Endi bo'ldi desak, bu ma'no bu yerda to'liq ifodalanmadi. Buni to'liq ifodalash uchun bir ismliq jumla kelishimiz kerak. Ismliq jumla degan nima deganda ism bilan boshlangan jumla. Ya'ni ism bilan boshlangan jumlaga qanday tarkib qo'yatdik? Mubtada xabar deb. Demak, bu bir mubtada xabarlik jumlaga ehtiyoji bor degan gap. Mubtada xabarlik jumlaga. Masalan, Muhammedun maridun desek bu bir mubtada xabarlik jumla bo'ldi. Endi kana mushu jumlaga akirib ishlatsak, kana Muhammedun maridan bo'ldi. Kana kirishni ilgari Muhammedun maridun. Bu cümlede Muhammed mubtada maridun peş qiladi va xabar bo'ladi. Muhammed mubtada peş, maridun xabar peş bo'ladi. Kana kirgandan keyin kana Muhammedun maridan bo'ladi. Yani Muhammed kisel idi. Kisel idi. Endi bu cümlenin terkibi qanday bo'ladi deganda, endi bunun ismi mubtada bo'lmaydi. Bunun ismi xabar bo'lmaydi. Nima bo'ladi? 5-da terkib qo'ysak, kana fi'lun naqis. Bunun ismi fi'lun naqis bo'ladi. Muhammed'in çoğu ismi kana, yani kanınınki ismi bo'ladi. Maridan çoğu ise xabaru kana. Kanınınki xabri. Demek fi'lun naqisala bir ismga ve xabarga ehtiyojliq. Mubtadani o'zining ismisi qiladi, xabarni o'zining ismisi qilib, mubtada kanının ismisi, xabar kanının xabari bo'ladi. Bu vaqtki buningki qoidasi o'zgaradi. Yani Muhammedun peş o'qiladi, mubtadalikqa asosan emas, kanının ismisi bo'lganligi uchun peş o'qiladi. Maridan zar o'qildi, nima uchun? Kanının xabari bo'lganligi uchun. Demek bu yerdan bir qoida chiqadiki, fi'lun naqisalarning ismi peş o'qiladi, xabari zar o'qiladi. Kana va la yazalu bo'lsin, ismisi. İsmisi degan qaysi deganda aslidagi mubtada. Kanın kirishni ilgariki mubtada, kanın ismisi bo'ldi. Shu ismisi peş bo'ladi, xabar chu. Aslidagi xabar kanının xabari bo'lib zar bo'ladi. Kana Muhammedun maridan. Kana fi'lun naqis, Muhammedun ismu kana, maridan xabaru kana. Shuning uchun nima qildi? Zar qildi deymiz. La yazalu Muhammedun maridan. Muhammed hali ham kasal. Hali ham qanday? Kasal. La yazalu fi'lun naqis, Muhammedun ismu la yazalu, maridan xabaru la yazalu. O'xshashmi shuningga? Bumu mubtada xabarlik jumlaning beshiga keladi. Mubtada xabarlik bir jumla ehtiyojliq bo'lib, shu jumlaning beshiga kelib, mubtadani o'zining ismisi qilib pesh qiladi, xabarini o'zining xabari qilib zar qiladi. Mana bu af'alun naqisalarningki qisqacha tushuntirilishi. Demek yig'ib aytsak, fi'lun naqisa, af'alun naqisa mubtada xabarlik jumlaning beshiga kelib, shu jumladagi mubtadani o'zining ismisiga o'zgartirib pesh qiladi, xabarini o'zining xabari qilib zar qiladi deymiz.
Bu bir qoida. İkinci qilib o'rgatmoqchi bo'lgan mazmun nima deganda, ikkinchi qilib o'rgatmoqchi bo'lgan mazmun asma'u sitta. 6 ism. Ba'zilar buni 5 deb sanaydi. 6 ism. 6 ism degan qanday qilsam deganda, old bilan biz 6 ismni tushuntirishdan ilgari misollarni bir ko'rib o'taylik, undan keyin tushunishimiz texnik oson bo'ladi. Qaraylik. Abun, axun. Abun, axun. Abun nima o'qildi? Pash o'qildi. Axuncho pash o'qildi. Nima uchun pash o'qildi? Odatda ismlar oldiga hech qanday omil kelmagan, yolg'iz kelgan vaqtda nima o'qiladi? Pash o'qiladi. Nima deb? Abun, axun deb. Xo'sh. Endi abun, axunni bir narsaga qo'shib, muzof qilib, ya'ni muzof qilib, izofatlik birikma qilib, akaga vaqtida cho'lsa, bu vaqtda buning pashlikning o'rniga pash kelmay, boshqa bir harf keladi. Qaysi keladi deganda, masalan, jaa abuka, dadingiz keldi. Kapqa abuni qanday qildik? Qo'shdik. Endi bu jumlaga tarkib qo'ysak, jaa fi'il, abuka cho fa'il bo'ldi. Chunki kagich kim dadingiz. Fa'il nima o'qilatdi? Pash o'qilatdi. Nima uchun qani buning pash o'qilgani desa, asma'u sittaga tava bo'lgan ismlarda pashlikning alomati vo bilan bo'ladi deymiz. Ya'ni mushadek vo pashlikning nimasi bo'ladi? Alomati. Jaa abuka. Jaa fi'il, abu fa'il. Abuninki pash o'qilgan alomati qanday desa, vo. Axun, jaa axuka. Qarindishingiz keldi. Jaa fi'il, axu nima bo'ldi? Fa'il bo'ldi. Fa'il degan pash o'qilatdi. Qani pash o'qilgani desa, bu axun yolg'iz kelganda masa, chuqum muzof bo'lib kelganda, bu yerda kapqi muzof. Abu muzof, kap mudofun ilayh. Axu muzof, kap mudofun ilayh. Mana bu shundaq muzof bo'lib kelgan vaqtda, ya'ni aniqlang'uvchi bo'lib kelgan vaqtida pashlikning o'rnida nima bo'ladi? Vo bilan bo'ladi. Pashlik o'rni bilan vo bilan. Mana bu yerda fa'il pashlikka vo bilan deymiz. Zu shuningga o'xshash. Masalan, jaa rajulun zu lihyatin. Keldi bir odam zu lihyatin, saqalliq. Ya'ni saqalliq bir odam qanday qildi? Keldi. Jaa fi'il, rajulun fa'il. Endi bu odam qanday odam ekan? Saqalliq odam ekan. Demak, bu yerdagi zu rajulunning nimasi bo'ldi? Sifati bo'ldi. Sifatlanguchiga qanday qiladi? Agishadi, harakatda agishadi. Rajulun pash o'qilgandan keyin bu zumi qanday qilish kerak? Pash o'qilish kerak. Qani bu vo bilan sukunli holati zu deb keldi-ku desa, bu yerdagi zuninki vo bilan kelganligi vo pashlikning nimasi? Alomati deymiz. Demak, arab tilida 6 dona ism bor. Bugun biz buning qanchini günimiz? Faqat 3ni günimiz. Bu 6 ismninki pashlik o'rnida chuqumni bo'lganda, muzob bo'lganda, yolg'iz holatda oshkor keladi pash. Ammo chuqum bir muzob bo'lib, ya'ni bir narsaga qanday qilib aniqlanib kelgan vaqtida pashlikka vo bilan bo'ladi. Pashlikka vo bilan. Zivarliki cho desa, zivarliki alif bilan bo'ladi. Masalan, ra'aytu, ko'rdim men abaka, dadingizni. Ko'rish degan ish harakat dadingizning ustiga tushdi. Unda bo'lsa dadingiz degan so'z nima bo'ldi? Maf'ulun bih. Maf'ulun bih nima o'qilatdi? Zivar o'qilatdi. Unda bo'lsa ra'a fi'il tu fa'il. Aba nima bo'ldi? Maf'ulun bih. Qani bu yerdagi abaning maf'ulun bihninki zivar o'qilgani desa, zivarligi alif bilan bo'ldi deymiz. Demak, bu ismlarda zivarligi nima bilan bo'ladi? Alif bilan. Ra'aytu akhaka. Ra'a fi'il tu fa'il. Qarindishingizni ko'rdim shundaqo. Sharkat qarindishingizning ustiga tushdi. Unda bo'lsa maf'ulun bih bo'ldi. Maf'ulun bih zivar o'qilatdi. Zivarlikning o'rniga alif keldi. Nima uchun? Chunki bu asma'u sitta, arab tilidagi 6 ism. Arab tilida mush 6 dona ism bor. Bugun biz 3ni o'rgandik. Mush ismlarda mudof bo'lgan vaqtida mush ismlar boshqa bir narsaga pashki vo bilan, zivarligi bilan alif bilan. Ra'aytu rajulan za lihyatin. Qaranglar, bu yerda zu zaga o'zgarib ketdi. Nima uchun? Ra'a fi'il tu fa'il.
Ben bir adamni gördüm. Kürüşüm bir adamның üstüge tushdi. Shunday o. Bu yerda rajulan nima bo'ldi? Maf'ulun bih. Maf'ulun bih nima qilatdi? Zivar qilatdi. Rajulan nima qildi? Zivar qildi. Shunday o. Endi zajo desa, va degan rajulanning nimasi o? Sifati. U odam qanday odamdi? Saqalliq odamdi. Demak, bu odamning sifati. Sifati bo'lgan ekan, sifat mavsufqa, ya'ni sifatlanguchiga qanday qilatdi? Agishadi. Bu zivar o'qilgan ekan, bu sifatni qanday qilish kerak? Zivarlik holatga kelish kerak. Qani onun bunundaki zivarlik hareketi desa, elif zivarning o'rnida deymiz. Chunki bu qanday qilib keldi? Muzob bo'lib keldi. Lahiyaga muzob bo'lib keldi. Zirlik o'rnidan bilan keladi deganda, zir o'qilishga tegishli o'rinlarda cho'qim bu ismlar boshqa narsaga muzob bo'lgan vaqtida ya bilan keladi. Masalan, qultu li abik. Dadingizga qanday qildim? Dedim. Bu yerda li lam harfi jar. Shunday go, ya'ni zir qiluvchi harf. Endi abik degan so'z kirgan ekan, zir abi qanday qilish kerak? Zir o'qilish kerak. Qani zir o'qilgani esa ya bilan keldi deymiz. Demak, zirligi nima bilan? Ya bilan. Li abik, li akhik, li rajulin zi, li rajulin zi. Li rajulin deb rajulin zir o'qilgan ekan, bu sifat muzir o'qilish kerak. Zirlik o'rnini bilan keldi, ya bilan keldi. Qarab baqadigan bo'lsak, zirlik alomat bo'lish uchun zir bilan keldi deymiz. Mana bu ismlarga arab tilida mushu bo'yicha muomala qilamiz. Ya'ni boshqa narsa bilan muzob bo'lib kelib qolsa, pashliki vo bilan, zivarliki alif bilan, zirliki ya bilan bo'ladi. Ya'ni jaa abuk, ra'aytu abak, qultu li abik, ya'ni lam harfi jar zirlikning o'rnida nima bilan keldi? Ya bilan keldi deymiz. Mana bugungi darsimizdagi asosli mazmun shu. Unda bo'lsa, biz bugungi darsimizni boshlab ketaylik. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-darsul khamis wal 20, 25-dars. Aldı bilan biz yangi so'zlikni o'qiymiz. Al-kalimatul jadida, yangi so'zlar. Safirun. Safirun elchi. Elchi. Davlatlarninki boshqa davlatda turadigan elchisi, kishilarni ko'rsatadi. Shu elchi odamlarni. Sufara elchilar. Mughlaqun taqaqqa, itik taqaq degan gap. Bu eshikning taqaqligi, telefonning taqaqligi, kompyuterning taqaqligi, do'konning taqaqligi mushularga ishlatiladi. Shurutiyun saqchi. Umumiy atalg'i. Amidun. Amid degan boshliqa, maktablardagi, universitetlardagi, idora organlaridagi ma'lum bir qism yoki bo'lakning boshlig'ini amid deymiz. Omada boshliqlari. Maridun kasal, marda kasallar. Mutaqa'idun deminishga chiqqan, deminishga chiqquchi. Taraka tashlaydi. Yatruku tashlaydi. Ya'ni qog'ozni yerga tashlaydi. Shundaqla bir yomon bir narsani yerga qanday qildi? Tashladi. Shundaqla u odam meni tashlayapti deganga mu taraka deb ishlatiladi. Tarakdan esa meni qanday qildim? Tashlayapti. Allafa yuallifu. Tuzdi, tuzudu. Ya'ni kitob tuzdi. Kitob yozdi, kitob tuzdi. Shunda bo'lsa biz tekstni o'qiylik. Ad-darsul khamis wal 20, 25-dars. Bu o'qituvchilar Umar o'tirisidagi dialogina. Ayna Anvar ya Umar? Ey Umar, Anvar qayerda? La adri, bilmayman. Ra'aytuhu qabla qalil. Ko'rdim uni bayattin. Qabla qalil degan to'q bayattin. Kana waqifan kharij al-fasl. Sinfning sirtida qanday edi? Uri turuqliq edi. Sinfning sirtida uri turuqliq edi. Kayfa halu Ammarin? Ammarning ahvoli qandaq? Al-an ya Sa'd, hozir ey Sa'd. Kana maridan mundu usbu'in. Bir haftadan beri kasal edi. Kana nima bo'ldi? Idi degan gap, maridan. Mundu usbu', bir haftadan beri qanday edi? Kasal edi. La yazalu maridan. Hali ham qanday? Kasal. Ya fadilata şeyh, ey fazilatlik şeyh. Şafahullah, Allah onunğa şifalıq bəsun.
سمعت أنه يريد أن يترك المستشفى ويرجع إلى بيته أصحيح هذا؟ الله onunğa şifalık bəsun. Anladım ennehu cezmen o yuridu halaydu en yetrukel müsteşfe. Yani doktorxanını terk etişini ve yerci'a ve qaytışını ila beyti özünün uyga sahihun hada bu doğru mu? Onu doktorxanını taşlap uyga qaytmakçı dep anladım. Bu doğru mu? La, hada gayru sahih. Yo'q, bu to'g'ri emas. Mada ya'malu abuka ya İbrahim? Ey İbrahim, dadınız nima ish qiladi? Sami'tu annahu vazir. Uni vazir deb anladim. Qaranglar, sami'a anna. Zanna anna. Anladım, gumon qildim degan so'zdan keyin anna kelsa buni deb tarjima qilamiz. Masalan, sami'tu annahu vazir desa, uni vazir, ya'ni ministr deb qanday qildim? Anladim. Kana vaziran qabla sanatayn. 2 yil ilgari vezir idi. Ve huvel an safir. O hazır elçi. Yani baş konsul elçi deyin. Ve mâzâ ya'malu abuka ya Amru? Ey Amr, dadınız nemiş kılıdı? Qâle li ahadu zumalaika innehu mudarris. Dedi bana savaqdaşlarınızın birisi onu o'qituvchi deb innehu. Cezmen o'qanda o'qituvchi. Yani deb tarjima qilamiz. Onu o'qituvchi deb aytdi. Kana mudarrisan min qablu. İlgari, min qablu degan nima? İlgari o'qituvchi edi. Ve huvel an muvajjihun fil madaris ath-thanawiyya. O hazır tuluq o'ttir maktabda yo'l ko'rsatuvchi. Muvajjihun degani nazoratchi, yo'l ko'rsatuvchi degan gap. Ve mâzâ ya'malu abuka ya Yaqub? Ey Yaqub, dadınız nima ish qiladi? Kana shurutiyyan, saqchi edi. Ve huvel an mutaqa'id. O hazır demirishga chiqqan, ya'ni demirishga chiqquchi. Ya Aba Bakri, قلت لي قبل 3 سنوات إن أباك عميد كلية الهندسة. Ey Aba Bakri, قلت لي dediniz siz bana قبل 3 سنوات 3 yıl ilgari inne abaka cezmen dadınız injinerlik fakültetinin başlığı dediniz. Mutaqa'idun huvel an. O hazır demirishga chiqqan mı? La, yo'q. La yazalu amiden. Hele hem başlık. Ya akhtar, semi'tu enne akhaka tabibun şehir. Ey akhtar, anladım qarindişiniz danlık doktor deb. Yani qarindişinizni danlık doktor deb anladım. Ve ye'tihil merda min cemi'i anha'i Pakistan. Ve kilidi onunğa kiseller Pakistan'ın hem taraflaridan deb qana qildim, anladım. Asahihun hada, bu to'g'ri mu? Yani bu rost mu? Anha degan taraflari degan gap. Naam, hada sahihun ya fadilat şeyh. Shundaq bu rost ey fazillik şeyh. Ya Uthman, ey Uthman, izhab ila al-maktaba ve hatil juz'a thalitha min lisan al-arab. Kütüpxanaga bağın ve hati ekel degan gap. Ekagin 3. el-juz'u thalis, 3. qismni lisan al-arabdan. Yani lisan al-arab degan bu kitapdan 3. qismni ekel. Ya fadilat şeyh, azunnu enne lisan al-arabi mu'jamun. Ey faziletlik şeyh, lisan al-arab ne lug'at deb o'ylayman. Qarang, azunnudan keyin buni nima tarjima qilamiz? Deb tarjima qilamiz. Azunnu anna bo'lsa o'ylayman. Lisan al-arabni lug'at deb o'ylayman. Yani lug'at deb qana qilaman? O'ylayman. Naam, huwa mu'jamun kabirun fi 20 juz'an. Shundaq, u cho'ng lug'at 20 tomda. 20 tomda. Liman huwa ya fadilat şeyh? O kimning ey faziletlik şeyh? Yani kimning demakchi o'g'ini? Abdurra kim demakchi? Huwa li ibn Manzur. O ibn Manzurning. Yerji Osman qaytidi. El-mektebetu mughlaqatul ana ya şeyh. Ey şeyh, hazır kütüphana taqaq.
يقولون إنها كانت مفتوحة إلى آذان الظهر. يقولون deydi ular köplük şekilde. Deydi ular cezmen o yani o kütüphana kânet meftuhaten uçuk idi pişimnin azınğıçlık. Yani pişimnin azınğıçlık qanday idi? Uçuk idi. Ya Abbas, ey Abbas, kul li akhika allazi yedrusu fi seneti thaniyeti ya'tini gadan. Ya Abbas digin qarindişinga li akhik qarindişinga allazi yedrusu fi seneti thaniyeti. İkinci yıllıkta okuyduğun qarindişinga aytqin ya'tini gadan. Kasun mana ata. Yani ata menen qışım qanday qılsın? Kasun. Sa'aqulu lahu inşaallah. Allah xalisa onunğa deymen. Onda bolsa tekstimiz müşahede ahırlaştı. Biz dersin ilgirki grammatikala tekstimizde bek köp uçraydı. Mesela li akhika. Qaranglar, as-akhun nima uchun bu yerda yav paydo bo'lib qoldi desa, lam harfi jar zir qildigan omil bo'lg'achqa, akhun zir o'qilish kerak. Unda bo'lsa zirlikning o'rniga nima keldi? Ya keldi. Chunki bu asma'u sitta, 6 ism qatoridan bo'lg'achqa deymiz. Yana bir eskartib qo'yadigan bir gap. Fi'lun naqisalarninki ismi odatda ba'zi vaqtlarda ismisi tashlanib keladi. Amma biz ismini shu yerda ba deb taqdir qilamiz. Masalan, kana waqifan dedi. Ürüturuqluq idi. Kana fi'lun naqisa dedik. Shundaq-ku. Waqifan bu yerda zirvar o'qildi. Zirvar o'qildi nima uchun? Kananinki xabar bo'lganligi uchun. Kanının unda olsa xabar zikam bu waqifan. İsmisi qayerga ketdi desa, kana huwa waqifan. Müşada huwa degan bir zamir bor. Ya'ni u ürüturuqluq idi deb uni bildirish uchun qildigan bir huwa müşada qanda ba deymiz, taqdir qilamiz. Qaranglar, bu yerda mu kana maridan, la yazalu maridan. İkkilisida maridan zivara qoldi. Nima uchun? Kanının xabari la yazaluning xabari bo'lganligi uchun. Bunun ismisi qanday deganda, heli ham kisel desa, kim kisel? U kisel. La yazalu huwa. Bu şeyda ba. Chunki buni demasakmi, huvani akamasakmi, bu ma'no turib ifodalangachga, u misol heli ham kisel desak, chuqum uning ekanligi biladi shundaq-ku. Demak, ma'nosi bilingachga tashlab etgan deymiz. Ammo bu yerda ba deb o'ylaymiz. La yazalu huwa maridan degan gap. İsmisi qanday? Ba. Onda biz tekstimiz başlayalım. Temarin ko'nikmalar. Birincisi ajib anil as'ilatil atiya. Tuandagi savollarga javob bering. Buni sizlar tekstga asosan javob berasizlar. Ayna kana Anvar waqifan. Anvar qayda o'tirug'liq edi? Yuridu Ammar ayatruka al-mustashfa. Ammar doktorxonani tark etishni xohlamdi. Man allazi abuhu safir. Dadisi elchisi kim? Kim allazi abuhu? Kim? Uning dadisi elchi bo'lgan degan gap. Dadisi elchisi kim? Man allazi abuhu shurti mutaqa'id. Dadisi demirishga chiqqan saqchisi kim deydi. Demak, tekstda hammasining javobi bor. Sizlar tekstni pishib o'qib bo'lgandan keyin daftaringizga yozib ishlaysizlar. Bu kundalik sizlarga topshiriq. Ikkinchisi iqro'il misalayn. Ikki misolni o'qing. Thumma adkhil kana 'ala al-jumal al-atiya. Ondan keyin kanini tuandagi jumla qanday qiling kirgizing deydi. Biz kanini tushuntirib bo'ldik. Ya'ni bu fi'lin naqis mubtada xabarlik jumlaning beshiga kelib, mubtada xabarini qanday qiladi? Mubtadani o'zininki ismisi qilib pesh qiladi, xabarini o'zidan xabar qilib zivar qiladi dedik. Hamidun maridun al-an. Hamid hozir qanday kasal. Bu jumlada Hamid mubtada, maridun bo'ldi, xabar bo'ldi. Chunki biz Hamidning kasal ekanligini qanday qildik? Xabar berdik. Endi kana kelsak, kana Hamidun maridan amsi. Hamid tunugun kasal idi. Onda bo'lsa bu yerdagi kana nima bo'ldi desa, fi'lun naqis bo'ldi. Hamid jo kananing ismisi bo'lib pesh o'qildi. Maridan jo desa kananing nimasi bo'ldi? Xabari bo'lib zivar o'qildi. Demak, bu yana jumlaningki ma'nosini o'tgan zaman qanday qildi? O'zgartirib etdi. Zeynabu talibatun. Zeynab o'quvchi. Kanat Zeynabu talibatan. Zeynab o'quvchi idi. O'tgan zaman o'zgartirib etdi. Kanat fi'lun naqis. Zeynab kananing ismisi
talibatan kanının nimasi oldu? Xavri. Şunun için nima qildi? Zivar qildi deymiz. Biz bu haqda darsdan ilgari to'xtalgan, shunga bu yerda tafsiliy to'xtalmaymiz. Endi mushu qoida bo'yicha tuvandagi cümle ismiye, yani isim bilan boshlangan jumlaga kanini akiramiz. Yani birincisi el-ma'u baridun. Su soğuk. Endi su soğuk idi demek olsak ne deymiz? Kanel ma'u bariden. Bu barid, xabar bo'lgan barid nima o'zgarib ketadi? Zavar o'zgarib ketadi. Nima uchun? Kaninin xabari bo'lganligi uchun deymiz. Yani kanel ma'u bariden. Aka el-babu meftuhun. Bu yerda el-bab mubtada, meftuhun xabar. Endi bu cümle başığı kanini akarsak, kanel babu meftuhan. Meftuhan nima o'zgaradi? Zavar o'zgaradi. Nima uchun? Kaninin xabari bo'lganligi uchun. En-nafizatu mughlaqatun. Endi en-nafiza ayollik bo'lganligi uchun kanning ayolligini kelamiz. Kanning ayolligi qaysi? Kanat. Kanatin nafizatu mughlaqatan. Mughlaq nima o'zgaradi? Zavarga. Nima uchun? Kanının xabari bo'lganligi uchun deymiz. Mushu bo'yicha qolganini o'zinglar ishlaysizlar. Mana bu yerda sizlarga qisqacha misolda tushuntirib qo'ydi. Hamidun talibun. Bu jumlaga tarkib qilgan vaqtimizda Hamid mubtada, talibunchu xabar. Hamid nima uchun mubtada deymiz? Chunki Hamid o'quvchi deb Hamidning o'quvchi ekanligini qanday qildik? Xabar berdik. Ya'ni jumlaning nimasi bo'ldi? Igisi. Shunga biz bu mubtada deymiz. Nim bilan xabar berdik? Talibun o'quvchi degan so'z bilan xabar berdik. Unda bo'lsa, bu jumlaningki mazmuni qanday qilgan? To'liqlagan qismi bo'ldi. Shuning uchun buni xabar deymiz. Endi bu Hamidun talibun degan mubtada xabarlik jumlaning beshig'a kana kirsak, kana Hamidun taliban. Bu vaqtda kana fi'lun naqis bo'ladi. Hamidunchu kananing ismisi bo'ladi. Taliban kananing nimasi bo'ldi? Xabari. Kananing xabari zibar o'qiladi. Kananing ismisi nima o'qiladi? Pash o'qiladi. İsmu kana, xabaru kana. İsmu kana merfu'un ve xabaru kana mansubun. Bu bir qaida. Kanının ismisi peş oquludi, kanının xabari zavar oquludi. Mansub qanda zavar oquludi deydi. Üçüncüsü iqra'il misalayn. İki misalni o'qing. Andin keyin adkhil la yazalu alal jumalil atiya ilman bi anna la yazalu min akhawati kana deydi. Andin keyin la yazalunu tuvandagi jumlaga kirgizing. Ilman bilgan holda bi anna la yazalu min akhawati kana. La yazalunu kanının qarindoshlari deb bilgan ahvol ostida kirgizing deydi. Ya'ni qarindoshlari demak bo'lganda maqsad nima deganda, xuddi kana mubtada xabarlik jumlaning beshiga kirib, mubtadani o'zining ismisi qilib, xabarni o'zining xabar qilib zivar qilganga o'xshash la yazalum uchun shunday qiladi deydi. Qarindoshlari bo'lganlik uchun. Masalan, İbrahim naimun. İbrahim uxlaqliq. Endi İbrahim hali ham uxlaqliq demoqchi bo'lsak, la yazalu İbrahimu naiman. Bu yerda nima uchun İbrahimu pesh oldi? Mubtada bo'lganlik uchun. Naimun nima uchun pesh oldi? Xabar bo'lganlik uchun. Xabar degan nima o'qiladi? Pesh o'qiladi. Nima uchun bu yerda İbrahim pesh oldi? Kanining ismisi bo'lganlik uchun. Naiman nima uchun ziyorlab qoldi? La yazaluning nimasi bo'lganlik uchun? Xabar bo'lganlik uchun. Qoida o'xshash. Aminatu naimatun la tazalu aminatu naimatan. Endi birinchisi qarab baqayli. Hisham azabun dedi. Hisham qanda tul, ya'ni to'y qilmagan deydi. Endi Hisham to'y qilma, hali ham to'y qilmoqlik desak nima deymiz? La yazalu Hishamun azaban. Hisham hali ham qanda tul. Bu vaqtda Hishamun nim bo'ldi? Pash la yazaluning ismisi bo'lib. Azaban zivar bo'ldi, la yazaluning nimasi bo'lib, xabari bo'lib deymiz. Al mudarrisu jalisun indal mudir. O'qituvchi mudirning qishida qanday qilaqliq? O'ltiruqliq. Endi la yazaluni kirasak, la yazalul mudarrisu jalisan indal mudiri. O'qituvchi hali ham mudirning qishida o'ltiruqliq. Bu yerda la yazalu fi'lun naqisa, al mudarrisu la yazalun ismisi, jalisan la yazaluning nimasi xabar bo'ldi deymiz. Buni tushungan bo'lsangiz qolganini o'zingizlar ishlasizlar, qolgan sizlarga topshiriq. Dördüncüsü teammel meyli. Töndekilerini mülayiza qiling deydi. Biz bunu dersinin 5'de sözleyen Esma-u Sitte. 6 tane isim var. Bu isimlarda başqalar bilan muzabbop
kelgan vaqtida pashlikning alomati vav bilan bo'ladi, zivarlikning alomati alif bo'lib keladi, zilikning alomati ya bo'lib keladi degan. Masalan, dakhala zamiluka. Savoqdashingiz kirdi. Bu yerda dakhala fi'il, zamilu nima bo'ldi? Fa'il. Kirgan ekan sizning savoqdashingiz. Fa'il bo'lganlik uchun zamil nima o'qilishi kerak? Pash o'qilishi kerak. Zamiluka luq nima qildi? Zamilning oxirisi pash o'qildi. Buningda hech qanday masala yo'q. Ra'aytu zamilaka. Savoqdashingizni ko'rdim. Bu yerda ra'a fi'il, tu fa'il, zamila maf'ulun bih bo'ldi. Maf'ulun bih zvar o'qiladi. Shuning uchun zamilaning oxirgi harf bo'lgan zamilaning oxirisi nima qildi? Zvar o'qildi. To'g'ri. Qultu li zamilika. Savoqdashingizga dedim. Endi bu jumlada zamilika. Zamilika. Lam zir o'qildi nima uchun? Lam harfi jar. 5ga harfi jar kelganligi uchun deymiz. Buningda normal ism bor. 6 ismning qatoridan emas, normal ism. Endi 6 ismning babiga kelaylik. Jaa abuka. Dadingiz keldi. Jaa fi'il, abucho fa'il. Fa'il degani nima qiladi? Pash o'qiladi. Qani abuning pash o'qilgani bu vo'lan abu deb sokin kelib qoldi u abu desa, bu yerdagi vo pashlikning alomati deymiz. Nima uchun? Chunki asma'u sitta mushundaq muzab bo'lib, bu yerda kap muzab bo'lib keldi shundaqo. Muzab bo'lib kelgan vaqtida pashlikning alomati vo bilan bo'ladi deymiz. Qala akhuka. Qarindishingiz dedi. Bunda qala fi'il, akhu fa'il bo'ldi. Akhu bu yerda pashlikning alomati bilan keldi, vo bilan keldi. Ra'aytu abaka. Dadingizni ko'rdim. Ra'a fi'il, ta fa'ili, abaka maf'ulun bih. Maf'ulun bih zivar qo'ladi. Zivarlikning o'rniga alif keldi. Nima uchun? Asma isda muzab bo'lganlik uchun bu yerda. Sa'altu akhaka. Qarindishingizdan so'radim. Sa'ala fi'il, tu fa'ili, akha nima bo'ldi? Maf'ulun bih. Maf'ulun bih nima qiladi? Zivar qo'ladi. Qani bu yerdagi zivar esa alif. Zivarning o'rniga nima keladi? Alif. Nima uchun? Asma'u sitta bo'lganligi uchun, shundaqla muzab bo'lib kelganligi uchun. Asma'i sitta chuqur bo'lib kelgan vaqtda, muzab bo'lib kelgan vaqtda zivarlikning o'rniga alif bilan keladi deymiz. Qultu li abika. Dadingizga dedim. Bu yerdagi li abika lam harfi jar. Shuning uchun abi nima qilish kerak? Zir o'qilish kerak. Li abika deb ya sokin holat kelib qoldi-go desa, ya bilan kelib qoldi-go desa, chunki ya zirlikka alomat bo'ldi. Chunki bu asma'u sitta bo'lganligi uchun va muzab bo'lib kelganligi uchun deymiz. Hadal kitabu li akhika. Bu kitob qarindishingizning. Li akhik lam harfi jar shundaqo. Lam harfi jar. Lam harfi jar bo'lganligi uchun akhini nima o'qilish kerak? Zir o'qilish kerak. Zirga alomat bo'lishi nima bilan keldi? Ya bilan keldi. Mana bu asma'u sittaning misollari. Endi bu qoidani tushungan bo'lsanglar, imla'il amakinil xaliya bi abun. Bi abin, ha? Abun bilan tuandagi bosh o'rinlarni qanday qiling to'ldiring deydi. Hammasini cho'qim bu yerda muzab qilib akilishimiz uchun oxirgi bir dona zamir berdi. Shuningga muzab qilib akilamiz. Pashlik o'rinda bo'lsa, pash bilan zirlik o'rinda bo'lsa, alif bilan zirlik o'rinda bo'lsa, ya bilan. Pashlik o'rinda bo'lsa, vo bilan, ha? Qaranglar. Na tajirun kabir. Miz, na degan nima? Bizning degan gap shundaq. Bizning cho'ng savdogar kim u? Abuni qo'ysak, abuna tajirun kabir. Dadimiz cho'ng savdogar. Bu yerda abuna deb nima uchun o'g'lan akilamiz? Chunki bu yerda mubtada. Mubtada pash bo'lg'achqa nima bilan akilamiz? O'g'lan akilamiz. Hazihi sayyaratu li abina. Li abina. Bu mashina dadimizning. Endi bu yerda li abina deb nima uchun ya bilan akilamiz? Chunki lam harfi jar bo'lganligi uchun bu ismni nima qo'shishni talab qiladi? Zir qilishni talab qiladi. Li abina. Dadimizning. Ara'ayta abana. Dadimizni ko'rdingizmi? Bu yerdagi a istifham, ra'a fi'il, ta fa'ili. Abanim bo'ldi maf'ulun bih. Bu yerdagi o'rni maf'ulun bu. Ya'ni zivarlikni talab qilganlik uchun alif bilan akilamiz. Ara'ayta abana bo'ldi. To'rtinchisi ayna zahaba abuki ya Fatimatu. Ey Fatima, dadingiz qayerga ketdi deydi. Ana bu yerda zahaba fi'il, abunim bo'ldi, fa'il bo'ldi. Fa'il pash o'qilg'achqa
Bu yerda peşlik o'rni bo'lgan ekan, va bilan akilamiz ayna zahaba abuka. Xo'sh, buni tushungan bo'lsanglar, oxirini o'zinglar ishlaysizlar. Cho'qim hammaga abuni qo'ysizlar. Ziverlik o'rni bo'lsa alif bilan, zillik o'rni bo'lsa ya bilan, peşlik o'rni bo'lsa va bilan akilasizlar. Oltinchisi imla'il amakinil xaliya bi axin deydi. Axin degan so'z bilan bosh o'rinni to'ldiring deydi. Ya'ni peşlik o'rni bo'lsa buni va bilan, ziverlik o'rni bo'lsa alif bilan, zillik o'rni bo'lsa ya bilan. Ayna kap yasalma deydi. Endi bu yerda dadangiz qayerda esalma deydi. Endi bu yerda ayna abaka demdik, abika demdik, abuka demdik. Ayna abuka deymiz. Chunki bu yerda nima mubtada. Mubtada degan nima qiladi? Peşlik qildi. Ayna abuka yasalma. Dadangiz qayerda? Kharaja abuha ma'a abika. Qarama, chiqib ketdi. Uning dadasi sizning dadangiz bilan birga demoqchi bo'lsak, axun o'qiymiz, ha, bu yerda axun. Kharaja akhuha ma'a akhika. Endi bu yerda nima uchun birinchisida akhuha deb o'g'ilni akilamiz? Chunki kharaja fi'il, akhunun bo'ldi fa'il. Fa'il pesh o'lg'achqa, peshk o'rinda va bilan akilamiz. Ma'a akhika. Nima uchun bu yerda ya bilan akhika deb akilamiz? Chunki bu yerda ma'a zirqilgan harflarning qatoridan. Ma'a akhika. Ma'a akhika. Ma'a zirqilishni talab qiladi. Shuning uchun akhi zillik o'rinda nima bilan keldi? Ya bilan keldi deymiz. Akhadtu 1000 riyalin min riyal aldım. Qarindishingizdan. Min akhika deymiz. Qarindishingizdan. Nima uchun min akhuka demaymiz? Nima uchun min akhaka demaymiz? Chunki min harfi jar bu akhunning zir o'qilishini talab qiladi. Bu yerda kap muzabb bo'lib kelganligi uchun bu zirlik o'rni nima bilan keladi? Ya bilan. Min akhika. Qolganini o'zinglar ishlab boqinglar. Bu asmo ustida bir askarit deb qo'ydigan bir gap. Asmo usti bo'lsa-mu, agar muzabb bo'lmay kapqa yoki nunga, axuna, abuna deganga o'xshash muzab bo'lmay kelib qolsa, pashliki pash bilan, zivarliki zivar bilan keladi. Masalan, jaa abun, jaa axun, ra'aytu aban, ra'aytu axan deganga o'xshash. Buni diqqat qilishingiz kerak. Xo'p, savoqdoshlar, unda bo'lsa, bugungi darsimiz mushahada oxirlashdi. Kelar qisqalik darsimizni ko'rishaylik. Assalomu alaykum.